Bu hayotdagi eng bir oliy maqsadimiz nimadan iborat? Faqat bu dunyoda pul orqasidan quvishmi bizning maqsadimiz? Yoki bo'lmasam savobli ishlar qilishmi? Eng oliy maqsadimiz nima o'zi? Faqat pul topish, uy solish, mashina olish, bola chaqani ta'minlash yoki bo'lmasam o'rtoqlar bilan choyxona yurib, uni g'iybat qilib, buni g'iybat qilib, birovning ko'ngliga ozor berish. Shumi maqsadimiz? Yoki kimlardir orzu deydi, bitta mashinani orzu qiladi. Gelikka qachon erishamiz deb qo'yishadi. Bu mashina bu orzu hisoblanmaydi. Bu dunyoda erishiladigan narsalarga orzu deyilmaydi. Faqat u dunyoda erishiladigan narsalarni orzu deyiladi. Bu hayotda erishiladigan narsalar faqat maqsad. Mashina ham, uy joy ham insonning qo'li bilan yaratilgan narsalar hech qachon orzu bo'la olmaydi. Bu Allohning mo'jizasini hech qachon inson qo'li bilan yarata olmaydi. Bu manzaraga qarab tafakkur qilishdan, Allohga shukrona keltirishdan boshqa ilojimiz yo'q.